Davlatimiz rahbarining joriy yil 17-oktyabrdagi kasaba uyushmalari faollari bilan uchrashuvidagi topshirig'i asosida Urganch tumani hududida kasaba uyushma bog'i tashkil qilindi. Bu haqda muxbirimiz so'z yuritadi. Kasaba uyushmalari bog'i 20 gektarni tashkil etadi. Qisqa muddat ichida Urganch tumanidan ajratilgan yer maydoni obodonlashtirilib, bu yerda 35 ming tubdan ziyod 15 xil manzarali daraxtlar, jumladan archa, sasna, terak, gujum va boshqa turdagi ko'chatlar ekildi. Bunga 600 nafardan ortiq ishchi xodimlar jalb etildi. Bog' hududiga 3 ming donadan ortiq atirgullar o'tkazildi. Fuqarolar uchun qulay sharoit yaratish maqsadida 6 kilometr uzunlikda yurish va yugurish yo'lakchalari hamda 3 ta suhbat ayvonchasi barpo etildi. 60 ta zamonaviy o'rindiq, 140 ta yoritgich chiroqlari qo'yildi. Shu bilan birga ko'chatlarni parvarishlash va sug'orish maqsadida 1,5 kilometr uzunlikda ariq qazilib, betonlashtirildi. Bundan tashqari 2 ta bolalar va sport maydonchalari barpo etildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan bog' hududida mehnatni ulug'lovchi, davlat, kasaba uyushmalari va ish beruvchilar o'rtasidagi ijtimoiy sherikni ifodalovchi hamda 3 tomonlama sheriklik tripartizm ramzi bo'lgan balandligi 9 metrni tashkil etuvchi stella o'rnatildi. Bu qilingan ishlarning hammasi albatta xalqimizga, mehnatkashlarimizga bo'lgan e'tibordan bir kichkina namuna deb o'ylayman. Mana bog'ning o'rtasida bunyod etilgan stella ham bevosita ish beruvchi, davlat hamda mehnatkashlarning birligini ramziy nishoni bo'lib turgani ham juda bizani bevosita hozirgi kundagi siyosatimizga juda ham to'g'riligini yana bir isbot qilib turibdi. Men o'ylayman, ushbu bunyod etilgan bog' kasaba uyushmalarining 120 yilligiga sovg'a bo'lsa, qolaversa kirib kelayotgan 2026-yilga ham juda ham bir chiroyli sovg'a deb o'ylayman va bu bunyod etilgan bog' xalqimizga, mehnatkashlarga, mehmonlarga juda yaxshi o'zini xizmat qiladi deb o'ylayman. Kasaba uyushmalari bog'ining ochilish marosimi tantanali tarzda bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mutasaddilari, viloyat kasaba uyushmalari faollari va nuroniylar ishtirok etdilar. So'zga chiqqanlar mamlakatimizda prezidentimiz tashabbuslari bilan inson qadri uchun tamoyili asosida amalga oshirilayotgan islohotlar ahamiyati va natijalari haqida gapirdilar. Kasaba uyushmalari bog'i mehnat ahliga bo'lgan hurmat va ehtirom ramzi ekanligini e'tirof etdilar. Bu bog' nafaqat yashil makon, balki mehnatkash insonni qadrini ulug'lash, uni mazmunli dam olishi, sog'lomlashtirilishi, sog'lom turmush tarzini ro'yobga chiqarish uchun juda katta hudud va men o'ylaymanki, kasaba uyushmalari mehnatkash elning qadrini ulug'lashni, ya'ni muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan inson qadri uchun degan g'oyani amaldagi tasdig'ini mana shu bog' misolida ko'rsatib turibdi. Va bu maydon nafaqat dam olish, hordiq chiqarish maskani, balki ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tadigan, ajoyib davra suhbatlari, ijodkorlar bilan uchrashuvlar o'tadigan bir ma'naviy ma'rifiy maskanga ham aylanadi. Atrof muhitni himoya qilish, ekologiyamizni yaxshilash, xalqimiz salomatligini darajasini yuqoriga olib chiqish maqsadida viloyat hokimligi tomonidan kasaba uyushmalari bog'i tashkil qilindi. Bu bog' 20 gektardan ortiq maydonni egallab, mana 3-4 yildan keyin mana shu yerda juda chiroyli bir maskan bo'ladi degan umiddamiz. Olib borilayotgan islohotlarni ijobiy natijasi deb o'ylayman. Mazkur loyiha faqat dam olish, sayr qilish hududi bo'lib qolmasdan, madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkaziladigan so'lim maskanga aylandi. Qolaversa, Xorazm viloyatining ekologik barqarorligiga, atrof muhit obodligiga munosib hissa qo'shadi.